Bir xonali kvartiradan ham arzonroq narxda, ya'ni 36 ming dollarga mana shu tayyor podключ uchastkalarini olsangiz bo'ladi. Planirovkasi keladigan bo'lsa, ko'rishimiz ham mumkin. Katta xona, xohlasangiz zal, xohlasangiz yotoqxona qurish mumkin. Yonida bo'lsa, umumiy sanuzul joylashgan bo'ladi. Uylarimizda полностью теплый pol qilingan. Bu yoqda bo'lsa, kuxnyani ko'ramiz. Uylarimizda pishgan qurilgan. Yonidagisiga keladigan bo'lsa, bu yoq tarafda darvozaxona, ya'ni joy bor. Darvoza ochib, bunda mashina kiradigan joylari bo'ladi. Xohlasangiz mashinani ko'chaga qo'yib pishkon kirish mumkin. Bunisining maydoni 37 kvadrat metr. Kirishimiz bilan mana bunaqangi sanuzulni ko'ramiz. Xonalari studiya ko'rinishida bo'ladi. Yosh oila bemalol yashash mumkin. Bu yoqda bo'lsa, kuxnyani ko'rsak bo'ladi. Va eng zo'r tarafi o'zini kichkinagina bo'lsa ham hovlisi bor. Bunisining maydoni 37 kvadrat va narxi 43 ming dollar. Endi eng katta kvadraturasi keladigan bo'lsa, ya'ni 45 kvadratli 2 xonalisi, buni narxi 52 ming dollar deyapti. Kirishimiz bilan mana shunaqa hol bo'ladi. Chap qo'lda kuxnyani ko'rishimiz ham mumkin. O'ng qo'lda kattagina xona, lyustralar qo'yilgan, kotellar qo'yilgan, xullas bemalol kirib yashash mumkin. Bu yoqda sanuzul va bu yoqda yotoqxona joylashgan. Ko'rib turganinglardek, budjetli uylarimiz, manzilimiz TTZ bo'ladi. TTZ Korzinkadan 500 metr o'tganimizda Haqiqat ko'chasida joylashgan. Ko'rib turganinglardek, qaysining hovlisi bor, qaysining yo'q, narxiga qarab o'zgaradi. Pastda egalari nomerini qoldiramiz. Bir xonali kvartiradan ham arzonroq narxda, ya'ni 36 ming dollarga mana shu tayyor podключ uchastkalarni olsangiz bo'ladi. Planirovkasi keladigan bo'lsa, ko'rishimiz ham mumkin. Katta xona, xohlasangiz zal, xohlasangiz yotoqxona qurish mumkin. Yonida bo'lsa, umumiy sanuzul joylashgan bo'ladi. Uylarimizda полностью теплый pol qilingan. Bu yoqda bo'lsa, kuxnyani ko'ramiz. Uylarimizda pishgan qurilgan. Yonidagisiga keladigan bo'lsa, bu yoq tarafda darvozaxona, ya'ni joy bor. Darvoza ochib, bunda mashina kiradigan joylari bo'ladi. Xohlasangiz mashinani ko'chaga qo'yib pishkon kirish mumkin. Bunisining maydoni 37 kvadrat metr. Kirishimiz bilan mana bunaqangi sanuzulni ko'ramiz. Xonalari studiya ko'rinishida bo'ladi. Yosh oila bemalol yashash mumkin. Bu yoqda bo'lsa, kuxnyani ko'rsak bo'ladi va eng zo'r tarafi o'zini kichkinagina bo'lsa ham hovlisi bor. Bunisining maydoni 37 kvadrat va narxi 43 ming dollar. Endi eng katta kvadraturasi keladigan bo'lsa, ya'ni 45 kvadratli 2 xonalisi, buni narxi 52 ming dollar deyapti. Kirishimiz bilan mana shunaqa hol bo'ladi. Chap qo'lda kuxnyani ko'rishimiz ham mumkin. O'ng qo'lda kattagina xona, lyustralar qo'yilgan, kotellar qo'yilgan, xullas bemalol kirib yashash mumkin. Bu yoqda sanuzul va bu yoqda yotoqxona joylashgan. Ko'rib turganinglardek, budjetli uylarimiz, manzilimiz TTZ bo'ladi. TTZ Korzinkadan 500 metr o'tganimizda Haqiqat ko'chasida joylashgan. Ko'rib turganinglardek, qaysining hovlisi bor, qaysining yo'q, narxiga qarab o'zgaradi. Pastda egalari nomerini qoldiramiz. Bir xonali kvartiradan ham arzonroq narxda, ya'ni 36 ming dollarga mana